45 milyonga bir tal Shangzhou ağanı görüp acayip zanglık ketken tutunamı. Oy men de Shangzhou olsam bir yer uğurtum, o jobodu men mi çaplap birtim de. Hem de bu adaş yine 100 milyonga bir tal NFT toğuşandı birini setip ağam. Sertligi ma toğuşanın kayanlar. Yine 90 milyonga ma galet Bruno'nun ki Yishupinsi'deydi Pinokyo'nun bunu mu bu? Bu muşunu setip ağam. Biz bunu muşunda zanglık kavatka vakitin özüde bununki şahsi baylığı oldu Brun 8 milyar 500 milyon dolardan eşip ketken. Bu yana Amerika Soğutun Trump'ның Bangi dağısı dep tanınan iki halkırada. Bangi dağısı ise üzerinde doydu cüboqa vaktinde Trump'ı livuşual kılıp Bangi yok ketdi oxşay dep qamanlar. Undaq emeske bu Trump'ның çıkargan Trump tengisi dep BTB'nin aldın ketme sözlüge vakti dep bergen. Trump'ның çıkargan özünün tengisi var. Şu tengini en köp setip algan Trump'ның qo'llab, en köp setip algan pullar delmişken. Yani bunun kuluda 1 milyon 430 ming dana Trump tengisi var ki. Yadınlar mı? Hazır bir tal Trump tengisinin pulu 7 tondan neçe dolar mı? Bildiğinler bir piyonun kupuyonlar. Ondan ise 1 milyon 430 ming tal ne? 7 dolar da hesaplayıp koyupsanlar, 7 köpeysanlar. Onun kendi 1 dolar yani xalq bu diyet koyuş ki muhatrafıda aşınca hesaplaysanlar neçe pul olup gitken mi? Öyle pekala. Trump'ның Bangi dağısı olmak bunda asayiş emez. Hem bu yine eğilik Shangzhou'nu setip algandan keyin birinci olup Elon Musk çaqçaq qilgan. Yani ma Yishupinni ma yer şart en qimmat Shangzhou'nu men sana bir men sana soğuqlay. Sen bunu SpaceX'nin raketasiga selip Toshkent oy shariga chiqqan ya Marsga chiqqan degan. Lekin bu yerda Elon Musk bu Yishupinga unda qimmat so'g'ini men qabul qilmay, u yerga chiqasak yaxshi bo'lmasin deb chiroyliqcha rad qilgan. Elon Musk'ın qo'rqitayotgan bala. Bu yana Tesla'ning eng cho'ng paycheklarining ichidagi birisiga, to'g'rilarning birisiga. Endi buning tegitakli junguluq Zhou ekan. Menga o'xshash Zhou qaranglar. Ismi Sunyi uchun taxid bo'yta o'xshaydi. Qanday qizlar verishni avat beraymi ya? Bo'ldilar. Endi hozir buning qurgan aksiya bozori dunyodagi 5-cho'ng pul ma'mul aksiya bozori Jawiso deymiz-ku. 5-cho'ng Jawiso dal mashinikiga. Endi bu uxlab qo'plab bunday yamadan bo'lib qolmabdi. U ayni vaqtda Beijingda sho'ga Beydaning o'quvchisi ekan u. Endi bu yana shu o'qitgan vaqtingizda ko'chirib akagan daymak kompyuterning kod taynibla 100 milyon pul tepkiga aksiya bozoridan. Qaqning daymaslarla mandaq pul tepatgan ma o'qish jarayonida to'liq shu aksiyani tadqiqan qo'yganman shu. Endi bu yuandaymani nereden kuchirib kelganda bo'ldi so'rmanglar. Endi buningki bu yosh turiblar, jo'ling xo'tiriblar bundaq zo'r muvaffaqiyat qozonishi hargizmi kuchlish tirishchanlik, yettilish omatidan ta'lik tayangan ish emasga. Shuning uchun 1997 Qinghayda tug'ilgandan keyin ota-onasiga ergashib Guangzhouga borgan. O'rta maktabda bir odatkicha o'qigan. Endi oliy maktab taxidiy imtihonda juda tushib ketdim, o'tamagan. Şunu bilan bu ma'lumlarning mandaqtirish degan gaplarni bu zanglik qanday anglab to'xta deb bu mush vaqtning o'zida qanday tirishish, qanday o'rganish emas, imtihon bu imkonga bizning jumguchilikda imtihonni yuqori aldyapti, ma'lum shu deb ota-onamni imtihonni yuqori aldyapti menga hargizim jixnas o'rgan, biliming oshsin nima deb hammasi imtihon yuqori aladi. Unda men qanday qilsa shu imtihonni yaxshi bayil, imtihonni qanday qilsam yuqori olmay, mushni tadqiq qilay degan. Shuning bilan bu tunjuluq sınaqni o'zining ingliz tilini nachar o'rganlik uchun inglizchalik TOEFL yo'si degan imtihondan numar elishdan boshqa. Bu 1 yil tayyorlik qilib maktab bo'yicha birinchi bo'lib ketgan. Musobaqa qatnashibmi birinchi bo'lib ketgan. Ular tunji qatnashlik maashi sınaqdan o'tdi, tajribadan o'tdi, bir muvaffaqiyat tuyg'usi tuyundimi? Shuning bilan ikkinchi qatim endi bu shu o'ttircha nacharroq o'qigan o'quvchi hech kim o'ylamagan bu Beydaga o'tman deb 650 numar olgan. Lekin Beydaning shu vaqt chekiga 3 numar kamlab qolibdi. Buning ta'lim baka qaranglar. Naq Beydaga o'tgan oldingi 2 o'quvchi maktab olmishib boshqa maktabda o'qiydigan qolgan. Buning bilan bu Beydaga muvaffaqiyatli kira olgan. Beydaga kirgandan keyin bu ancha yaxshi o'qib ketmagan. İmtihan qustig'u, men opam imtihon yuqori numar oldi degan deblar. Bu jarayonda bu aksiya bozoriga ajoyib qiziqib qolgan. Pulni nereden köp tapqıldı? Aksiyada tapqıldı ki. Pulning hamsi joylashgan shu deb bu ingliz tilini yaxshi bilgachga, shuning bilan chet ellik aksiya bozorlaridagi xalqning ishlatgan kodlardan foydalanib, oliy maktab o'qiyotgan vaqtida 100 milyon pul topgan. Ma qanday pul tepdi? Ingliz tili yaxshi bo'lganligi uchun shu vaqtdagi aksiya bozoridagi chet eldagi eng yangi bilimlarni kirib davlatimiz pul topalabdi. Shuning uchun bu shaklni men qistirib qo'yib davatmoqchi. Hozir bir qism davlat tilini bilmaydiganlar, mana tashqi perevod
oltin, aksiya degan qiziqib tuparsizlar. Men mana shu to'g'riliq bir qism sizlarga foydasi bor. Mana shunday aksiya to'g'riliq, kiyisham to'g'riliq, bo'ynisham to'g'riliq mana yaxshi kitoblarni chiqarsam, Uyg'urcha bormi, Uyg'urcha bo'lsa anaqi o'qisam deydi sizlar. Davlat tilini o'qimay buni o'qiyamaydiganlar bozordan darhol chiqishinglar. Davlat tilidagi mush kitoblardan foydalanmay o'qib tushunmay bu aksiya o'ynayman, tashqi pirot o'ynayman, oltin o'ynayman degan gap ham xiyol. Aman kuyib gitsizlar, vayron bo'lib gitsizlar. Masalan, eng uch xil deb qo'yay. Bo'lsa, mabalidek ingliz tilidan pishib qo'ysak, uning keyindan texnik bek oldiga o'tkazildi. Tushunolami? Bu haq deb bergan ular, haqni yo'l ko'rsatgan ular, men o'ynab manda qildim deb xil qilmanglar. Aman vayron bo'lib gitsizlar, bugun ko'ymsanglar, atil kuyib gitsizlar. Shu vaqtida men rost deb qilsizlar. Endi bu beydada shunday pul tep bo'lganki, to'xtamay tijorat, har xil aksiya bazari bu mush ishlarni qilgan, savdo korxonchiliklar to'xtamay o'rganib, bilinib, mush jarayonda tajriba to'plagan. 10 yildan keyin bu Amerikaga chiqib ketgan. Endi bu Amerikaga chiqib ketgan vaqtimizda oldin Buffett bilan bir maktabdosh Tesla'ning oliy mablag' sohibisi 100 ming dona bet tangisining egisi. Hozirgi bir dona bet tangisining bahosi 100 ming dollar. Shunami? Va hisoblab beqilnash bo'lib ketgan. Bu yana Xuban universitetining dektin tatqiqot oshlar ki o'qigan degan. Bu qandaq universitet? Bu mamlakatimizdagi eng qoltis universitet. Qanday baylar, pulvar korxonchilarning hammasi bolalarni Tsinghua, Beida, Shanxayga bu yerda o'qitishni qolmaydi. Hammasini bo'lsa mana maktabda o'qituvchisi bor. Lekin kirmak maktab. Nimishqa bu qaysi maktab bilansizlar? Mayunning qurgan maktabi shu. Mayun maktab qurdi deb anglaganmi? Ya'ni bu maktabda butunlay dunyoviy savdo, tashqi privat aksiya, dunyodagi eng ilg'or savdo ideyasi qanday qilsak, 1 coin, 100 coin, 1000 coin, million qildigan, mushundaq narsalarni o'qitadigan. Ash Mayun, Mahwatin, Bill Gates qatorliq dunyodagi eng qatmash korxonchilarning ideyasi shularlam so'ziladigan narsa. Shuni bilan mabolan maktabning dektin tatib bular o'z taklif o'qigan. Shuni bilan Mayunning eng yosh shogirdi degan nomga erishgan. Lepiqlar boş yerden emas deyman mana. Endi bu Shangzhouni 45 milyon dollarga sotib olgandan keyin Shanghangdagi eng qimmat tajudanda buni yeyish murosini fabuqqa yetkazgan. Butun dunyodagi axborot vositalarining diqqatini tortdi bu hammasi kelib ziyorat qilgan buni dastlashda. Qaranglar naqmayda yeyotdi bu Shangzhouni. Gap bo'lib haqiqatan tamlikka boshqa Shangzhoularga qaraganda 45 milyon Shangzhou olsak tamlik olmay boqsina qilishunami? Unda yuqori mazmunlarni anglab bo'lgandan keyin his qilgansizlar. Bu Shangzhouni sizlar bekorlam setyaptimi? Bekorlam fabuqqa o'tkazibdimi? Bu sizlar kalvamika. Sizlarcha shunchalar pul vadan bu Shangzhouni Shangzhou yeyish uchun setib olganmidi? Demak, boylarning turmushini tushunolmaydi degan gaplar to'g'ri. Rost. Endi buni bo'lgan bayimlarni mazmunni anglab, endi bir pinguncha qoldirib qo'yinglar. Qandoq gap-a? Buning setib olgan har bir narsa puli onun uchun emas. Shunaqa biz Jolinxo'larning haqiqiy o'rganish ulgisiga mavjud. Shaxsan men mashinadan o'rganmoqchi, birodar tutmoqchi. Unda pingunchaga fikrimlarni qoldirib qo'yinglar. Rahmat.